bo'ladi, ko'cha ovqatlari. Street food. Qilamiz. Bunaqa kichkina ibodatxona qo'yishar ekan shunaqa ko'chalarda. Yana bitta narsa, mana bozor, hamma yoq bozor atrofida mashinalar, rikshalar, yo'l rikshalar, odamlar va burchi-burchili mana shunaqa kichkina kranlar bo'lar ekan. Odamlar kelib, qo'lini yuvib ketaveradi. Lekin bu oq turibdi. Menimcha bu bachokdan bo'ladi. Bachok ichiga suv to'ldirib qo'yishadi, shuni ishlatishadi. Keyin yana bitta bunaqasi, yana bitta qiziq tomoni. Bas tiqilib qoldimi? Yana bitta qiziq tomoni shundayki, hozir ko'rishga harakat qilaman. Bunaqa ichkariroq joyda hojatxona bo'lar ekan. Ya'ni shunda odam kelar ekan, ichkariroq joyga shunda kirib, ya'ni ish bilmas joydan hojatni chiqarib ketaverar ekan. Kiromiz. Mana mana shu hojatxona. Burchida. Odamlarning zichligini qarang. Hamma harakatda, hamma nimadir qilgan. Kimdir qog'oz sotgan, kimdir nimadirlar. Shum hamma harakatda, hech kim indamay turgani yo'q. Mana shu joylarning hammasida insonlar yashaydi. Hozir boyagi jome masjidni bu tarafidan chiqdik. Bundan ichiga kirib boshqa kirishni o'zi bir bunaqa kichkina lestnisalardan ko'tarilishar ekanda. Mana militsiyasi bular nimadirlar yeyishadi. Ha, bu yerda dori sotishar ekan. Ana kim qilib o'tiribdilar. Yodigiz ochilyapti. Bu yerdan o'tishga ham qo'rqasan odam, shunchalik darajada. Mana keyin bemalol yuribdilar. Qo'rqmasdan o'rganib ketgan bo'lsa-da. Imoratlarni qaranglar, bir-biridan boshqacha, bir-biridan boshqacha. Qaranglar. Bu yerda odam yashamaydi deb aytolmayman-da, asosan hozir. Mumkin emas-da işte bu yerda odam yashamasligi. O'sha jome masjidining orqa tarafi. Jome masjid yopiq. Dushanba kunlari yopiq bo'lar ekan, ishlamas ekan. Ertaga kirib ko'ramiz. Qanaqa?
Men bu eski Delhi'dan azıncha ko'zim charchadi to'g'risini aytsam. Hozir endi sal современныйroq joyga borishga harakat qilaman. 2 soat bo'lib ko'zimiz charchadi deb nolaman. Odamlar bu yerda yillab yashaydi. Ichki shunday o'z joyida turib ovqatlanayotgan odamlar mototsikl, rikshalarni tuzatishyapti. Hammani o'zini qiladigan ishi bor. Bu joylar ham bo'lingan ekan. Ya'ni qaysidir joylarda faqat konstavarga o'xshagan narsalar sotadi, qaysidir joylarda faqat mototsikllar yoki rikshalarni nima deydi buni? Shunaqa asfalt uskunalarini sotar ekan. Tuzatishar ekan, sotishar ekan, v общем hammasi ichida. Mana bolachalar. Biz ham bolachalar qanaqa bo'lsa bo'layam, xuddi shunaqa buyog'i bor. Bu o'ynab yurishibdi, lekin atrof-muhit haqiqatan ayanchli. Bu kamerada boshqa. Lekin mana shu gostinitsani men juda ham Bookingda ko'rib, "Vau, zo'r bo'lsa kerak" deb o'yladim. Yaxshi ham qolmagan ham. Mana shu yerda qolmoqchi edim. Yaxshi ham Alloh meni saqlab, bu yerda qolmagan ekanman. Ko'rasizlar, baribir ham har qadamda noshukrchilik. Bilib bilmasdan noshukrchilik qilib qo'yamiz-da. Men o'zim ham lично yuribman. Xuddi bir kinoga kelgandek, bilan tomosha qilgandek keldim, lekin o'zi haqiqatdan olib qaraganda hayotlari qiyinga o'xshaydi, juda qiyinga o'xshaydi. Ya'ni bilmayman-ku, lekin biz endi baribir jannat makon joyda yashaganimizni, jannat makon joylarda katta bo'lganimizni Xudoga behisob shukr bunaqa joylarni shu paytgacha ko'rmaganimizga. Bizning vatanimiz. Bekordan bekor aytmas ekan, borsam Qur'onni o'paman deydigan sharoit bo'lib turibdi. Mana birinchi kun bo'lsam, hali 5 soat bo'lgani yoki yana. Albatta bo'tlarni ham juda obod, chiroyli joylar bor, lekin aksariyati shunaqada, aksariyati shunaqa yashaydi. Bunaqa sharoitda yashagandan keyin yeyish, ichishni o'zingizlar tasavvur qilib ko'ringlar. Bular ham bu yerda mana bunaqa joyda yurib, zo'r chiroyli mahallaga borib, yoki bo'lmasa yaxshi bir toza, obod uyga borib yashaydi degan narsa bu. Shunaqa gaplar. Yo'q, menimcha endi ovqat bozor bo'lsa kerak. Ovqat bozor. Har ovqatlari. Mana suv. Bizani bunga o'xshagan gummalarni qornim rosa ochib ketdi. Lekin bu yerda apetitni ochadigan darajadagi mana bu joy yo'qotdi. Mana shu yerga kirishim mumkin. Endi bo'limingda yo'qotgan ham. Bo'liminga o'xshayapti. Hozir ko'raylikchi. Yana nimalar bor ekan. Ovqatlarni tayyorlab qo'yishar ekan. Yo'q, polni ovqat bozor ekan. Yo'g'idan buyog'igacha. Ichida hammasi yuribdi. To'g'risi, ichib ko'rishga, nimadirlarni yeb ko'rishga вообще anaqa duxim yetmayapti dedim. Shunaqa bo'ldi. Sababi bularni endi oshqozonlari o'rgangan. Biz endi bitta atirlaniy bo'ladigan bo'lsak, qaytib Toshkentga hamma narsani yig'ishtirib ketishimizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun o'zimizni ehtiyot qilganimiz yaxshi.
bunaqa joylarda ovqatlanmasdan iloji boricha yaxshiroq sentrroq joylarda ovqatlanib turganimiz ancha yaxshiroq bo'ladi. Lekin mana qaranglar. Har bitta joy kichkinagina oshxona, birinchi etaji bor ekan, birinchi etajda ovqatni ko'chasida ovqat qilar ekan, birinchi etaj, ikkinchi etajda ovqat qiladigan joy. Mana bunaqa ko'chasiga kirib ko'rsatib beraman. Mana masjidda hozir hojatxonalarni ham topsak kerak. Mana bu masjid hojatxona, hamma qo'lini yuvadi. Bu yerda hojatini chiqarib ketaveradi. Bu yerda odamlar yashaydi. Ko'rinishi juda ham antiqa. Odamlar mana shunaqa joy ichida, uy ichida yashaydi. Hech qanaqa bular uchun bitta dekoratsiya bo'lib, bu yerdan ketib bir yaxshi chiroyli joyda yashamaydi. Mana shu uylar. Mana birinchi qavati, mana ikkinchi qavati, mana uchinchi qavati. Qavatlarlari ham 2,5 metr, 2,5 metr bo'lsa kerak. Lekin juda ham kichkina. Yana bu yerda men bilishim bo'yicha bir sanki. Men bilishim bo'yicha anaqa bitta xonali uyda, bitta xonali emas, bitta xonani o'zida 5 ta, 6 ta, 10 tagacha odam. Uning ichida qancha bo'ladi? Bir 10 kvadrat, 15 kvadrat metr joyda. Men gaplarim orasida ruscha so'z qo'shib gapiraman, chunki endi butun umr ruscha o'zbekcha gaplashganmiz. Iloji boricha o'zim ona tilimda gapirishga harakat qilaman har doim. Lekin men bunaqa video o'tgan paytda odam shoshilib qoladimi yoki bo'lmasam opit yetishmay qoladimi? Lekin bunaqa shunaqa bo'lishi. Bu men tushunishim bo'yicha musulmonlar yashaydigan joy, musulmonlar ham ko'p. Sababi mana diniy kiyimlarda ko'p odamlar yuribdi. Ovozi eshitilyaptimi yo'qmi bilmadim-u. Juda ham shovqin joylar ekan, juda ham shovqin. Men shuncha yurgan bo'lsam, hali bitta dona ham bir o'ziga yoqimli bir ovqat qilayotgan joyni ko'rmadim. Bu degan nima degani? Bu degan shukr qilish kerak, yotganlar degani. Shukr qilish kerak degani. Xudoga shukr, hatki borini qilsak, pokiza ovqatlar, pokiza joylar. Albatta bizda ham qiynalgan yashaydigan odamlar yoki bo'lmasa boshqa bizda ham bor, lekin bunchalik emas. O'zingizlar bitta ko'zingizlar bilan ko'ringlar. Agar men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, bilmadim. Haqiqatan ayanchli joylar bor, deyman. Haqiqatan ayanchli. O'zi bo'lmadi, lekin hozir hamdan o'tish bor. Shu paytgacha o'zbek kelishdan oldin shu paytgacha ko'p nolli yurdim-da, trotuarlarimiz yo'q. Endi haligacha urnalarimiz kam deb noliyman, lekin oldinlari ko'p anaqa qilardim. Trotuarimiz yo'q, bolalarimga o'ynaydigan joylar yo'q. Yoki bo'lmasa parklarimiz kam. Men o'zim Toshkentda yashayman. Bu paytda qanaqa? Bu paytda ko'p deb o'ylamasdim. Hozir Mamlakatga kelib o'zim bir bularni yashash tarzini bir o'zimga nima qilib ko'rdim-da, desa bo'ladi. Ozgina bularni o'rniga o'zim hisob ko'rdim va endi tasavvur qilsangiz aqlga sig'maydigan darajada.
Mana shu odamlar yashaydi demasdi. Polностью odamlar yashaydi. Bu yerda tepalarda ham birinchi etaj mana ikkinchi etaj mana uchinchi etaj qavat. Yozda ovqat qilishadi. Ichkari o'zlari qilishar ekan. Qancha mana Toshkentga borib, probkalardan ham rozi bo'lib ketaman. Ey Xudoyim, o'zingga behisob shukr. Shunaqa mana shunaqa probka bo'lsa ham behisob shukr. Probka bo'lsa ham mashinaning ichida o'tiribman-ku. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. O'zim ham yaqinda такой mashina olganman. Matiz qayerda? Mazda qayerda? Shukr qayerda? Yaxshi ko'raman haligacha Matiz mashinani. Lekin Matiz haydaydigan akalarim, Jiguli, Moskvich haydaydigan akalarim. Har kuni shukr qilinglar, akalar, har kuni shukr qilinglar. Birovlarni qarab nimadir deydi, yo'limni qisib ketadi degan gaplarga umuman e'tibor bermanglar. Unaqa narsaga umuman e'tibor bermanglar. Akalar, bu yerda o'zimas, haqiqatdan o'zimas. Qani mana shunaqa ko'chalarning ichida qaranglar, hammasi yuribdi. Unisi deysizmi, bunisi deysizmi? Ko'p gapirib yubordim shekilli, lekin shunaqa ahvol. Shunaqa ahvol. Bu yerda mana go'sht pastalar ekan. Mana biz kutib, mana shu ham o'tiribdi. Yo'lga kirishgacha riskovать qilmayman. Вообще ekan lekin. Yo'lida, mana joyda. Kunduz kuni, lekin baribir ham juda ham bir biz uchun qo'rqinchli joylar. Biz bunaqa joylarni ko'rmaganmiz. Biz bunaqa joylarda yurmaganmiz. Biroq O'zbekistonning ko'p joyida bo'lganman. Vodiy jannat makon joy. Qaysi joy bo'lmasa, Andijon, Farg'ona va o'ta bunaqa ko'chalar yo'q. Bunaqa xaroba joylar yo'q. Ko'raman, balki bizda hali gaz yetib olmagan joylar bordir. Svet tez o'chib turadi. Lekin qaniylar Babram Xudoga shukr qilishimiz kerak. Buni o'zi shunaqa bo'lgani uchun mana shunaqa ahvolga kelgan deb aytolmayman. Bular ham bunaqa hayotda xohlamaydi menimcha. Bular ham Alloh shunaqa sinov bergan. Sinovga yarasha ajr ham bo'ladi albatta. O'zini kichkina joyini obod qilib, halol mehnatini qilib, halol kun kechirib o'tgan odamlar ham juda ko'p. Men bunaqa joyga kirib qolaman deb o'ylamagandim. Haqiqatdan bunaqa joyga kiraman deb o'ylamagandim. Hali ham hamcha bu bitta ko'chalardan bittasi. Go'sht. Mana qaranglar. Bacheka go'sht. Bizda ham xuddi shunaqa go'sht deyiladi. Bacheka go'sht. Bo'lmasam bu o'sha deyli. Ya'ni Hindistonni poytaxti. Albatta ich shahar joylarida, lekin bolachalar. Lekin juda qiyin ahvol. Masalan, mana qaranglar. Просто nazar solinglar, mana shu odamlar yashaydi degan uylarni qaranglar. Bilmadim kamera qanchalik darajada sizlarga ko'rsatdi, lekin
qancha iloji boricha kulib yurishga harakat qilaman, chunki ularni past nazarda olib qoldi yoki bo'lmasam hidi yoqmasdan o'zicha bo'lib yuribdi degandek qolmaslik uchun iloji boricha kulib yurishga harakat qilaman.